Ushbu video dehqonchilikka qiziqadigan aka-ukalarimiz uchun Tojikiston davlatidan olib kirilgan Rigar navi endi Kattaqo'rg'onda. Bugun shu haqida gaplashamiz. Ushbu Rigar navi haqida Jamshid akamdan to'liqroq ma'lumot olamiz. Aka, ushbu nav qaysi xususiyati bilan qolgan navlardan ajralib turadi va narx haqida ham alohida to'xtalib o'tasiz. Yoshjon, to'g'ri savol berdingiz. Klubnikani navi ko'p. Endi yangi yaratilgan navlardan Albion, Alba, Aziya, Clear navlari, Elizaveta degan navlari yaratilgan bugungi kunda. Bu navimiz Tojikistonda Rigar yangi navi. Tojikistondan men olib kelganman buni. Qolgan navlarga nisbatan farqi, afzalligi, hosildorlik darajasi juda yuqori, biriga bir. Ular 100 dona solsa, bu 200 dona. 200 dona solsa 400 dona. Bugungi kunda sanayapman 280 tagacha hosil beryapti. Birinchi bitta naqal. Bir tupi. 280. Afzallik tomonlari shunday ekanki, qolgan navlarga nisbatan ta'mi jihatdan o'ta shirin ta'mga ega. Qattiq, bozorbob, qattiq, uzoq bozor talablariga javob, ses talablariga javob beradi. Uzoq muddat bozor rastalarida turib chidab beradi. Rangi jihatdan ham ochiq qizil rangda, bliskisi yaltiroq. Clear naviga o'xshaydi. Clear yangi yaratilgan naviga o'xshaydi. O'sha ko'rgan dehqonlarimiz Clear nav deyishi mumkin, lekin Clear nav emas bu. Rigar nav Clear navdan ham juda ta'mi yeb ta'mini ko'rsa, Clear navdan ham shirinroq, undanda hosildorlik darajasi yuqori. Yana bir tomoni, mijozlarimiz qolgan navlarga narxiga nisbatan og'rinmasdan, tortinmasdan buni ta'mini ko'rib, yeb ko'rib, rangini ko'rib, qolgan navlarga nisbatan 10 ming stabilni qimmat narx beradi. Baholaydi. Demak, ekadigan dehqonlar sizdan o'sha ko'chatni olib ekadigan bo'lsa, qimmatroq sotish mumkin demoqchisiz. Mumkin. Qaysi vaqtda sizdan nihollar xarid qilsa bo'ladi va qaysi raqamlarga bog'lansa bo'ladi? Asosiy Kattaqo'rg'onimiz dehqon xo'jaligidan klubnika, asosiy daromad klubnika. Qiziqqan dehqonlar buni avgust oyida ekiladi. Dehqonlar biladi, avgust oyiga tayyor bo'ladi ko'chatlari. Bemalol menga 94lik raqamim 474 53 43 telefon raqamga murojaat qilib, manzilimiz Kattaming mahalla fuqarolar yig'ini, Kichiming qishlog'ida. Aziz obunachilar, ushbu videoni yo'qotib qo'ymaslik uchun yaqinlaringizga jo'natib, like bosib va videoni saqlanib qo'ying. Sog' bo'lasizlar.